sharaf shon uchun zafar kuch yangi O'zbekiston uchun. Milliy terma jamoamizga jahon chempionatida tilaklaringiz. Futbolchilarimiz bilan faxrlanamiz, butun xalqimiz. Butun O'zbekistonni xalqi kutyapti buni. Bolalar buni mas'uliyat juda sezishyapti. Albatta g'alaba. Bu biz uchun birinchi jahon chempionati. Bu juda katta tarixiy o'sish hisoblanadi. Bu yerda biz uchun muvaffaqiyatni asosiy qismi, poydevor qismi hal bo'ldi. Biz ishtirok etyapmiz. Endi albatta guruhdan chiqsak juda katta muvaffaqiyat bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoning g'alabasi. Mana shu jahon chempionatida eng kuchlilar safiga hozir qo'shilgan. Maydonda jur'at va jasorat ila kurashlariga omad tilab qolamiz. Umuman dunyodagi hamma o'zbeklar ularga balet qilyapti. Ularga faqat omad tilab qolamiz. Munosib qatnashadi degan umiddaman. Hammamiz oilamiz bilan juda qattiq hayajon bilan kutyapmiz va albatta faqat omad tilaymiz. Eng yaxshi tayyorgarlikdan, eng yaxshi niyatlardan boshlasin. Nima bo'lgan taqdirda ham birinchi navbatda birinchi bor jahon chempionatiga chiqdik. Omad tilaymiz ularga. Faqat omad tilayman. Futbolchilarimiz ish qilib travma olmasdan oxirigacha borishsin. Maydonda O'zbekiston turibdi. Maydonda O'zbekistonning g'ururi turibdi. Faqat g'alaba. G'alabani biz kutdik. G'alabaga albatta erishamiz. Terma jamoamizga men birinchi navbatda mehnatkashlik, vatanparvarlik tuyg'usini tilab qolaman. G'alabaga munosibmiz bugun. O'zbek xalqi g'alabaga munosib. Men o'ylayman, yigitlarimiz shu ishonchda oqlashadi. Ishonamizki, futbolchilarimiz mana shu maydonda o'zlarini munosib ko'rsatishadi. Haqiqiy o'zbek yigiti qanaqa bo'lishini albatta ular ko'rsatadi va men bunga chin ko'ngildan ishonaman. Men yutuvni tilayman bizni. Xalqimizni ishonchini oqlashga tilakdoshman. Har bitta vaziyatda ularga kurashishni, har bir maydonni har bir qarichi uchun kurashni, vatan uchun, muxlislar uchun, O'zbekiston uchun faqat olg'a deb qolaman. Tilaklarimizdan bittasi endilikdagi barcha jahon chempionatlari O'zbekistonda o'tmasligi kerak. Terma jamoamiz o'zini bor imkoniyatni ishga soladi va bizni muxlislarni, O'zbekistonni xursand qiladi deb o'ylayman. Har bir o'zbekistonlik bugun terma jamoa a'zosi bo'lib, mana shu yigitlarimizga qo'llovimizni ko'rsatishimiz kerak. Yaxshi o'yinlar bilan futbol dunyosida O'zbekiston bor ekanligini ko'rsatib qo'yishni tilayman. Olg'a O'zbekiston. Omad yigitlar, omad. Bo'rilar olg'a sharaf shon uchun zafar kuch yangi O'zbekiston uchun.